Hozir e'tibor berayotgan bo'lsangiz, farz qolib, vojib qolib, sunnat. Endi hozir sunnat ham qolib biz mustahab talashyapmiz. Arzimagan narsalar bilan ovora bo'lib yuraveramiz. Kuni kecha internetda Hindistondagi astronom olimlari, boshqalari birlashib oyga o'zlarini bitta apparatini qo'ndirishganini e'lon qildi, o'qigan bo'lsanglar. Men aytayapmanki, biz Hindiston yoki boshqa davlatlar oyga apparat chiqarib, kosmik kemasini chiqarib, butun dunyoni lol qoldiradigan texnikalarni yaratib, ilm va ma'rifatni butun dunyoga oshkor qilib, shu bilan tortishyapti. Hozir davolanishlik uchun eng qulay joy Hindiston. Dorisi ham u yoqda, hamma ilm o'sha yoqqa intilayotgan bir davrda, kechirasizlar, biz hali ham soqolda qanday qo'yishligi, kiyimni qanaqa kiyishligini tortishib yuribmiz. Tortishuvlarni to'xtatmagunimizcha, mayda-chuyda narsalarni chekkaga qo'yib, ilm, ma'rifat bilan shug'ullanmagunimizcha xalqimiz baxtli, saodatli bo'lishi qiyin gap.